Siz o'zingizni mutlaqo keraksiz yoki kuchsiz deb his qilganmisiz? Tarixni kuchlilar emas, balki Xudo tanlagan kamtarlar o'zgartirishini bilasizmi? Isroil zulm ostida edi. Gidon esa dushmandan qo'rqib, bug'doyni yashirincha chuqurda yanchardi. U o'ziga ishonmasdi. U shunday degan: "Ey Rabbim, qanday qilib men Isroil xalqini xalos qila olaman? Mening urug'im mana shu qabilasining eng zaifi bo'lsa, o'zim esa otam xonadonining kenjasi bo'lsam." Lekin Parvardigorning javobi boshqacha bo'ldi. "Men sen bilan bo'laman." Gidon shubha qildi. U belgi so'radi. Nam yerda quruq qolgan yungni ko'rib, Xudoning qudratiga ishondi. Biroq imtihon tugamadi. Xudo uning 32 ming askaridan faqat 300 tasini qoldirdi. Qilichsiz, qalqonsiz, faqat qo'llarida karnay va ko'zalardagi mash'alalar bilan ular butun bir qo'shinga qarshi chiqishdi. Ko'zalar sindi, nur taraldi va dushman sarosimaga tushdi. Esingizda tuting, sizning zaifligingiz Xudoning buyuk mo'jizasi boshlanadigan joydir. Ruhiy kurashda siz yolg'iz emassiz. Xudo siz bilan. Ruhan tetik bo'ling.